Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, Chorva Fayz kanalimizga obunachilari. Mana bugun 4-yanvar hafta kuniga yakshanba 2026-yil biz video syomkalarida xunojillar qatoridan boshladik. Mana xunojillar narx-navolarini savdo realniy savdo bo'lib turgan joylardan ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ko'rib videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Akalar, kanalimizga mehmonlar, obuna bo'lish tugmachasini bosib o'tinglar inshaalloh. Qiziqarli zo'r mollarni, yaxshi syomkalar qilib berib turishga, ishonchlarini oqlashga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Savdosi bo'lyapti-mi? Aka, qaysi savdosi bo'lyapti-kan? Necha pul bo'lyapti-kan buni savdosi? Bildingizmi ekan, savdosi necha bo'lyapti? 24 million so'm. Savdosi bo'lyapti mana shu nojimiz. Bo'pti mana. 200 ming o'tib bering bo'pti. 24 million savdosi bo'lib turgan. 200 ming kam 24 million. Semental bu. Semental xunojimiz 6-7 oy atrofida bo'ylari 1.5 1.10 atrofida kelaveradi. Qo'shing aka, ozgina bitadi ish. Teşekkür edeceğiz. 100 bin ötübek. Bering aka endi. Mana gibrid variantlardan bor ekan mana. Aka, nech puldan deyapsiz o'zi bular? 24 qilyapti. Buni bildik, bunisini bularni-chi, buni gibridchi ekanlar o'rtada. Nech puldan deyapsizlar bahosini ular narxi? Buni 30 dan deyapmiz. 30 million so'mni. Ko'rib baho beraverasizlar mana. Baraka bo'lib turgan jarayonlar. Ana barakasi bo'lib ketdi. Biz xunojimizni 23 million 800 ming so'mga barakasi bo'ldi mana. Mana xunojimiz zo'rlar. Xunojimiz olmasizlar endi. Bo'g'ozmi bu? Yo'q, 14 oylik. Buzma qilindi aka. Aha. Endi qo'yib qo'yish kerak. Nech pul deyapsiz buni? 30 million so'rayapsiz aka. Savdo qildimi hardorlar? Nech pul? 25 beryapmiz. 25 million savdosi bo'pti mana. 30 million baho aytilyapti. 14 oylik xunojin ekan mana. Hop, navbatdagilarni ko'rsataveramiz. Imkon qadar savdo bo'lib turgan joylardan. Hop. Mana xunojinlar. Bo'ylari 1.30, 1.35 plus kelaversa kerak xunojinlarimiz. Aka, xunojinlar savdosi bo'lyaptimi? Nech pul savdo qilyapti? 8 kilo da endi bu akalar buni 27 milliongacha qo'shamiz deyapti. 27 million. Ozgina qo'shib beraylik. Aka, tortinchi ozgina. Xunojinlar ko'rib baho beraverasizlar mana. Lekin ostlari zo'r ekan. Aka, nech pul deyapsiz o'zingiz bularni bahosi? 65 so'rayapti. 65 million aytilyapti. Mana bu birinchisini 27 million. Aka, sizda doim bo'ladi. Telefon raqam qo'yib ketaveramizmi? Aytaveramiz. 88lik 204 4700 raqamiga aloqaga chiqib, mabodo mol sifati yo'qsa, yana bu akalarimizda doim bo'ladi. Shu Cho'mbog'i qishlog'idan akalarimiz. Hop, hurmatli tomoshabinlar. Bab xunojimiz baraka bo'lib ketdi mana. 27 million so'mga barakasi bo'ldi. Ko'rsatib beramiz. 27 million so'mga barakasi bo'ldi.
Hurmatli tomoshabinlar, mana rossiyskiy variantidan Privoznor, Rossiyadan kelganlaridan ko'rib o'taverasizlar mana. Bo'ylari 1.10 plus minus atrofida. Nechta bor ekan bundan? 40 ta. 40 ta nechta olib chiqdilar bozorga? 12 ta. Nech puldan savdosi bo'lyapti? Savdosi qizg'in-ku. 300 mingdan. Mana shular hammasi 17 million 300 mingdan bir joyga savdo bo'lyaptimi? Bermayapmiz. Jamol fermerdanmi bu? Ey, gap yo'q. Nechta sotildi? Hozir qaysini savdo qilyapti? Hammasini. Emas. Assalomu alaykum Jamol aka. Yaxshimisiz? Shopir aka, yaxshimisiz? Xunojilar zo'rini ochiqsiz-ku? Aha, hozirlarda olib chiqdik. Nech puldan deyapsiz endi o'zingiz bilan gaplashaylikchi buni? 19 dan kami bor deyapmiz. Har dollar savdo qildimi? Savdo qilishyapti. Nech puldan qildi? Hozir savdo qildi, 17 danga bordimi? Hammasini savdo qildim. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Bora fermada yana. Bor. Telefon raqamlarini qo'yib ketaver aka. 99 99 kodi bilan 83 883 07 0733 o'sha trendda turgan Jamol fermer akamizning raqami. Xo'p akalar, navbatdagilarni ko'rsataveramiz. Mana ko'chat parodasi zo'r mana xudoyincha. Qaysini qancha qilyapti endi? Mana shekillat 37 qilyapti. Bo'ylari 1 metr plus minus kelaveradi. Bunisi 1.30 kelsa kerak bunisini. Mana xunoyim. Nech pul dedi sochtaga? Nech pul qilyapti? Nech pul qilyapti? Bilmadim. 35 qilyaptimi ekan? Atamaga nech pul savdosi bo'lyapti ekan? Ikkalasi 37,5 million. 37,5 million. Gap yo'q, lekin pechat variantidan ekan mana. Vallahi qarang, o'ta zo'r kelgan. Tuyoqlari zo'r, hamma joyi yaxshi. Fikrlar bildirib ketaverasizlar mana. Aka, xunojini sotyapmizmi? Sotyapmiz. Nech pul deyapsiz buni? 22 million. 22 million. Bo'ylari 15 plus kelaveradi. Savdo bo'ldimi? Yo'q. Savdo bo'lmadimi hali? Taylan ko'rsat. Lekin siz Chorofayz kanali o'tib obuna bo'lib qo'yasiz. Hovli qaydan sizga? Cho'nqayma. Vo, sizda ko'p bo'ladi bunaqasidan. Bor, tagi bor. Jalo Tomas. Raqamlarni qo'yib ketaveramizmi? Aha, 91lik. 91 kodi bilan 748 748 70 92. 70 92 raqamiga aloqaga chiqib akalarimizdan olaverasizlar. Qo'yasizlar. Akalar, mana o'ta molni mana polvon variantlaridan ham ko'rsatib o'tamiz mana. Olmaysizlar. Xunojillar. Shoxli variantlarda sotildimi o'rtadagisi? Nech pulga sotildi? Ha? Mirjalol aka, qaysi sizda? Mollar ham sizdanmi? Nech pulga sotildi? 18 million 100 ga sotildi. Mollar nech pul deyapsizlar? 24 kam bor. Bunisi-chi? 22 kam bor ekan bunisini. Narchekkadagisi 24 kam bor ekan. Bo'ylari 1.30 boshqacha bor. Atrofida kelaveradi. Mana savdo bo'lyapti mana. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka, ormasizlar endi. Xunojillar. Nech puldan deyapsiz xunojillar? 14,5 milliondan kami bor ekan. Ko'ravering, tayinlari bir chiroyli. 14,5 milliondan kam bor ekan. Savdo bo'ldimi bozorda? Qaysini savdo qildi? Savdo qilishyaptimi? 13 dan qilyapti ekan, 12 13 dan keladi. Bo'ylari 120 atrofida kelaveradi. 13 million so'mdan savdo bo'ldi mana ikkitasini. Savdosi ham boshlanyapti mana. 13 dan qilyapti. Nech pul deyapsiz xunojinda? Tortinchi? Bo'ylari 1.10 atrofida. 13 million deyapsizmi? 14 yarim. Nech pul savdo qildi? 14 million savdosi bo'ldi. Ha, akalar, navbatdagilarni ko'rsataveramiz. 13 million ekan. Vallahi holatlari yaxshi, lekin boqsa bo'laveradi. Qaydan aytirsizlar? Oqtom. Oqtom qishlog'idan ekan. Raqamlarni aytib qo'yasizmi?
95lik 185 91 raqamiga aloqaga chiqib, mabodo hunarchi yoqqan bo'lsa, sotilib ketib qolmasa, gaplashib olishlari mumkin. Hop, navbatdagilar. Hop. Bozorda odam ko'p, hayvonlar yaxshi ko'p chiqqan. Savdolar qizg'in boshlanib ketdi. Bo'g'ozmi bu? Kuragi bormi? Tuqqanmi bu oldi? Nechta tuqqan? Shu holatiga suti yo'q. Nech pul deyapsizlar buni? 35 million kam bor ekan. Bo'ylari 1.35 plus minus kelaveradi. Shu holatiga. Barakasi bo'ldimi ashta qoldi? Olindimi bular? Boyaka oldi. Nech pulga sotib beramiz? Mulojinchalar mana bo'ylari 1.5. Oxbet variantlarida nech puldan deyapsiz? Ular 23,5 qilish. Jupiga 23,5 qilish. Siz nech pul baho aytyapsiz? 26 deyapman. Jupini. Bunisi sementdan gibrid. Bunisi gibrid varianti ekan. Nargisi ham o'sha oxbetlardan. Sizda doim bo'ladi-a bunaqasi? Bor, xudo xolasa bor. Hovli qaydan edi? Cho'brik. Uchko'prik. Telefon raqamlarini qo'yib ketaveramizmi? 90lik. 90 kodi bilan 297 9327. Mana shu razmerdagi hunarchilar kerak bo'lsa, ana shakalarimizga aloqaga chiqib gaplashib olaverasiz. Bozoringiz bersin aka. Bozor holatlari. Navbatdagi savdo bo'lib turganlardan ko'rsatamiz mana. Qaysi savdo bo'lyapti? Shun savdosi bo'lyaptimi aka? Hop, bo'ylari 1.15 plus atrofida. Lekin taglari, ostlari zo'r ekan. Kallalari chiroyli. Nech pul savdosi bo'lyapti? 19 million so'm savdo bo'lib turgan joyidan mana. Realniy bozor holat. Akalar, ukalar, bizni kuzatib turgan hammaga rahmat. Inshaalloh bundan-da qiziq syomkalarni qilib sizlarga bozorlar holatlarini ko'rsatib o'tishda davom etaveramiz. Endi nasib bo'lsa hozir qo'ylarni, sigirlarni, katta sigirlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Hamma Alloh chorvasiga baraka bersin, topganiga Alloh baraka bersin.